Assalomu alaykum. Ustoz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xushnudbek, Yaxshi yaxshimisan? keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Bugungi suhbatimiz shu asosan o'quv markaz maktabingiz haqida. Boshlab oldingizmi maktab qurilishini? Maktab qurilishi 99% ga yetdi, o'zi bitta. Aha. Dokument, hujjat ishlarini qilyapmiz. Ha. Deyarli bitib qoldi. Endi ochilishni qilamiz, xudo xolasa yozga. O'zi mana shu biz o'qiganimizda o'sha o'quv markaz ochilishi haqida, o'zingizning o'quv markazingizga harakatlar boshlangandi baribir. Mana shu ustoz bo'lishga, ona tilimizni rivojlantirishga qachon boshlangan o'zi harakatlar sizda? Qachon o'quv markazi rahbari bo'laman, dars o'taman degan fikr? Ona tili ustoz bo'lishni boshlaganim 2011-yilda boshlaganman. Bo'l ona tili sohasida ketamiz. Dadam ona tilichi, amakilarimiz ona tilichi, amakilarimiz xotinlari ona tilichi, men ona tilichi, mendan keyin ikkita ukam ona tilichi, xotinim ona tilichi. Til sohasida qachon boshlaganligim va qanday holatda ekanligimiz. O'quv markaz faoliyatida 2015-yil o'quv markazida ishlashni boshlaganman. 2013-yilda Jizzaxda repetitorlikda boshlaganman, tayyorlashda. Oddiy o'qituvchi bo'lib o'quv markazida ishlab yurib, 2020-yildan boshlab o'zim alohida xususiy o'quv markaz ochish rejasi bilan boshlaganman. Va 2021-yilda o'quv markazimni ochganman. Hozirgi kunda yaxshi, mana xudo xolasa. Nechta o'quvchi bor hozir? O'quvchilarimiz 1000 plus. 1,5 ming, 1400 bo'lib qoladi. Faqat Ishtixonning o'zida bu. Ishtixonda va Toshkentdagi kechagi. Mana Toshkentda mana boshqa. Toshkentda endi boshlayapsiz. Toshkentda boshladik mana. O'quvchi 1000 ta bo'lsa, o'qituvchi nechta? O'qituvchilarimiz 50 ga yaqin. 47 ta o'qituvchi xodimimiz bor. Endi boshqa xodimlarimiz 50 tarafida. Yaqinda sertifikat topshirdi menimcha abituriyentlar. Oldin biz payti yo'q edi bu narsa. Sizlar o'qitgan paytlarimda faqat avgust kutib o'qirdinglar. Avgustda imtihonga boramiz. Hozir har oy sertifikat bor. Har oy har bitta fandan alohida sertifikatga topshirib kelish, milliy sertifikatga topshirib kelish imtihonlari bo'lib turibdi. Ona tili adabiyotdagi alohida endi aprelda yana bo'ladi. Natijalarimizgacha martda chiqdi. Bu qanaqa bo'ldi natija bu? Natijalarimiz maqtansa arziydigan natija bo'lgan. Nechta o'quvchi? Aniq bormi, statistika bormi? Statistika sertifikat A va A+ olganlarimizni soni 15 tadan ziyodroq. Bu eng baland daraja. Eng baland daraja. Umumiy sertifikat olganlarchi? Umumiy ball ola oladiganlarniki endi 50 dan oshib ketgan. Ball berganlarniki. Chunki ona tili adabiyot uchun alohida 300 dan ziyod o'quvchimiz o'qiydi. Shulardan endi topshirib kelgani, tayyorlari topshirib kelgani soni shuncha darajasidan. Qolgan fanlarda ham sertifikat bo'lib yotibdi, borib topshirib kelyapti. Bu maktab qurilishi dedik-ku, maktab haqida ko'p aytdingiz, o'zi ochyapman, boshlayapman deb. Qachon ishga tushadi? Qabul jarayoni bu yilmi yoki kelasi yilmi? Qachon boshlanadi? Sentyabr oyida qabul qilaman. Mana shu yil. Xudo nasib bo'lsa sentyabr oyida. O'zi qabul jarayoni boshlangan. Ha, biz qolgan muhitlarni yaratyapmiz xalqqa xizmat qilish uchun. Hozir qabul jarayoni boshlangan o'zi. Biz ro'yxati faqat. Faqat ro'yxatida. Maktabingizda masalan hozir qabul jarayoni boshlandi deyapsiz, ro'yxat tuzilyapti deyapsiz. Nima bera olasiz odamlarga? Qanaqa taklifingiz bor maktabda? Nima afzalligi bor maktabingizda? Oddiyginasi kuchli ta'limni beramiz. Kuchli ta'limning yonida tarbiyani beramiz. Zamonaviy Toshkentda yuribmiz mana. Sen bilan mana qancha vaqtdan beri yuribmiz mana Toshkentda. Kirib yuribmiz mana nechta xususiy maktabga, nechta o'quv markazlarida o'rganyapmiz mana ikkalamiz ko'rib turibsan. Xuddi shularni umumlashmasida, balki ularda bo'lgan kamchiliklarni yopgan holatda qishloqda, Ishtixonni bir Shayx Islom degan qishlog'ida Toshkentdagi muhitni yaratib bermoqchiman. Faqat muhit emas, zamonaviy ta'limda, zamonaviy aytishlikda, tarbiya. Albatta. Xudo xohlasa nasib qilsa. Biz dunyo top universitetlariga kira oladigan tayyorlab bera olasiz. Xodimlarni chiqaraylik. Butun O'zbekistonga xizmat qila oladigan, milliy, ma'naviy, yana qaysi jihatdan, bilim jihatdan yetuk bo'lgan inson chiqaraylik. Hamma tomonga yaxshi bo'lsin. Demak, mana siz faqat o'quv markazi sohasida biznesga aylantirmasdan, uni maktabga aylantirib, ya'ni umumiy ta'limga baribir hissangiz qo'shilyapti. Imkon. Har tarafdan masalan chetga chiqazamiz o'quvchilarni deyapsiz. Bu degani bularni tayyorlash uchun kuchli o'qituvchilar ham kerak. Demak, o'qituvchilarni bizda muammo oilaga muammo. Qadr qimmati muammo bo'lyapti hozirgi kunlarda. Demak, o'qituvchilar oilaga ham baland bo'ladi sizda. Shunday. O'zi masalan bu
bu temani, bu mavzuni bekorga ochmadim. O'qituvchilar haqida yaqinda video chiqdi. Qaysidir hokim turg'izib qo'yibdi. O'qituvchilarni nima deysiz unga? Buni 2 ta 3 ta 4 ta narsa bilan sanashimiz mumkin. Ta'lim nuqtai nazaridan qaraymiz. Ta'lim va ta'lim oluvchi, ta'limning muhitiga to'siq yoki qayerdadir qarshilik. To'siq deyapsiz-ku, sizga qanaqadir to'siq bo'lganmi? Menda ham ko'p to'siqlar bo'lgan. Masalan, qanaqasiga to'siq bo'ladi? Masalan, prezidentimiz tadbirkorlar bilan ko'rishdi. Tadbirkorlarni yili deb e'lon qildi. Hamma imkoniyatlarni berdi. Qanaqa qilib ham ta'limni rivojlantirish bo'lsa, ham tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'lsa, qanaqa to'siq bo'lishi mumkin ta'limga? Mana shu prezidentimizni mana shunday yaratib qo'ygan muhiti va bizga qilib qo'ygan sharoiti bizni qonun bilan ham, har bitta gapi bilan ham, har bitta fikri bilan ham himoya qilib qo'yganligi o'shanday to'siqlarni yo'qqa chiqarib yuboryapti. Bu deganim bizni himoya qilish, bizga berilgan, ya'ni ta'lim sohasiga berilgan huquq, muhit, sharoit, uni oldiga chiqayotgan, masalan, men qishloq sharoitida ochyapman maktablarni, o'quv markazlarini. U yerda chiqayotgan to'siqlarni yo'qqa chiqarib yuboradigan kuchga ega. Yo'q emas demoqchi emasman, to'siq bor. Bizda hozir ochiqlay olamiz. Biz tarixdan nazar tashlasak ham, bundan 1200 yildan oldingi davrga qarasak ham bor bo'lib kelgan. Bugun 2026-yilning 21-martida ham sen bilan suhbat qilib turgan holatimizda ham bor, yo'q emas. Qanday ko'rinishda? Har xil ko'rinishda. Mansabdorida ta'lim va ta'limning sharoiti va ta'limning xodimiga bo'lgan qarshilikmi yoki oddiy cho'ponidami qarshilik qilayotgan? Yo oddiy yoshi soqoli maniligiga yoshi kattasidami, hojisidami? Qaysi biridan sanayin? Bugungi kunda ta'limga mana shular bilmagan holatda, yetmagan, onga yetmagan holatda to'sqinliklar qilayotganligini sanab beray. Mansabdor deb bizlaring boshladingmi? Bir hokim turg'izib qo'ydi. Bu ta'limni to'siq deganimga, endi qarshilik deganimga yaqin bu narsa ham. O'qituvchini biz qanday jazolayotgandirmiz. Men endi hokimni men bir narsa deya olmayman. Shaxsiy fikrim, bugungi holatda o'qituvchilarimiz o'zi himoyaga muhtoj. 2026-yilda. Agar u qachon hokimimiz urushsa yoki tanbeh bersa yoki qaysidir nimanidir qo'llasa yarashar edi. Qachonki agar o'qituvchilarimiz o'zini bosarchilarini bilmay qolsa, shunchalik kuchli bo'lib ketsa, shunaqa tashkilotga aylanib qolib, bular juda ko'p o'zidan ketdi degan paytida sal ukasini bosib qo'yadigan sharoit yoki muhit bo'lganida, balki aslida unda ham mumkin emas, ustoz ulug'. O'shanda ham salligina yarashgan bo'lishi mumkin edi. Lekin bu yarashmadi, menimcha. Chunki o'zi himoyaga muhtoj ustozlarimiz. O'zi qaysidir jihatdan qiynalyapti ustozlarimiz. Himoya qilishimiz kerak. Men shu o'rinda bitta narsani aytib o'tib ketaman. O'zimizni tuman hokimimizni bilaman. Tuman hokimimizni bilaman. Ta'limni himoya qila oladigan. Bu degani ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. Hokimlar shunaqa huquqqa egami jazolashga unda debdi-ku, buyruq berib boshqa qilyapti debdi. Men o'zimizni hokimimizni nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsam, ta'limni himoya qila oladigan inson bo'lib keldim. Demak, bunaqa hokimlar ham bor. Men birinchi o'quv markazi ochgan paytimda endi hokim bo'lib kelgan edi. Hokim bo'lganni 3-kuni men uchrashganman. Va men bilan qo'l berib ko'rish, bugundan boshlab sen meni himoyamdasan deyolgan inson. Va o'quv markazimni ochgan paytimda hokim bobomiz o'zi kelib ochib bergan, men ishonmaganman. Oddiygina o'quv markazi ochyapman, qayerdagi bir katta inson, hokim, tumanimizning eng katta insoni kelib ochib bersa-ya deb tasavvur qilganman. Kelib ochib berib ketgan. Mana himoya. Biz 11-o'rinda turgan edik viloyatimiz bo'yicha, institutga kirish bo'yicha. Birdan bir 7-o'ringa ko'tarilib ketdik. Biz mart oyida Ishtixon tumanida. Statistikaga qarasak shunday turibdi. Bu ta'limning himoyasi va ta'limni oldinga siljish uchun qilingan harakat. Men ayta olmayman, bu insonlarda endi bor demoqchiman qarshilik. Mana ijtimoiy tarmoqqa chiqibdi-ku mana. Ma'lum miqdorda. Balki o'zi bilmagan holatdadir, balki tushunmagan holatdadir. Endi u hokimimiz ham to'g'ri, bola faqat she'r yodlash bilan bilimli deyilmaydi. O'sha bola she'r yodlamagan bo'lishi mumkin, bilmagan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha hokimimiz bilmagan narsani biladigan bilimi bor bo'lishi mumkin. Biz foizga solishni o'rganishimiz kerak. Foiz bitta sinfni yoki bitta maktabni yig'ib olgan bo'lsa, 1% bo'lsa ham bilimli o'quvchi bor-ku. 1% bo'lsa ham o'sha yerda salohiyatini oshira oladigan bilimli ustoz bor-ku, shuni hurmatini ham qila olishimiz kerak. Shu bor-ku. Lekin aslida 1% emas, bizda foizimiz yuqori.
yaxshi, shuni hurmat qilishimiz kerak. Qayerdadir xato ketgandir, nimadandir. Tarixdan nuqtai nazar tashladik dedim. 1200 yil oldin dedim. Imom Buxoriy bobomiz, Hazrat Imom Buxoriy bobomiz 2026-yilning 20-mart kuni u insonimizning Samarqand Payariqdagi maqbarasida 15,000 pilis odam kecha qatnashdi namozda. Nega? Bu inson butun dunyodagi islom dini deylik, balki butun insoniyat deylik, ta'lim yotibdi bunda. Ilm yotibdi bu insonda. Ilmni shunchalik xalqqa yetkazib qo'yib, inson ma'naviyatiga xizmat qiladigan al-Jami' as-Sahihiy Qur'ondagi ikkinchi albatta qilib qo'ygan hadisning sharhlarining hammasi insonning ilmi va ilmi uchun xizmat qiladi. Hadisida ham aytib qo'yibdi. Nega bu hadisni aytyapti? Chunki o'sha paytda ham Imom Buxoriy bobomizga ham qaysidir jihatdan to'siqlar bo'lgan, qarshilik bo'lgan, qaysidir jihatdan jazolashlar bo'lgan, nohaqliklar bo'lganligi uchun bir hadisda shunday dedi. Ilmni olishga qilingan to'siq yoki ilmni targ'ibi, ilm olinayotgan sharoitni yaratayotganda qilingan to'siq yoki to'sqinlik qiluvchilar yomon kishilardir deb qo'ydi. Bo'ldi. Yomon so'zini ishlatdi. Yomon kishilardir dedi. Yomon kishi dedida yomon degan so'zni o'rtaga qo'yib men senga sharhlab beraman. O'g'rini ham yomon deymiz. Kazzobni ham yomon deymiz. Yolg'onchini ham yomon deymiz. G'iybatchini ham yomon deymiz. Buzg'unchini ham yomon deymiz. Hammasi qaysi so'zda jamlandi? Yomon so'zda jamlandi. Demak, ta'limga qiladigan to'sqinlikni yaratayotgan kishi yomon kishidir dedi. Ortiqcha narsa yozmadi. Hadisida yozib qo'ydi. Demak, shu so'zni yozishga u insonimizda majbur bo'lganmi, yozganmi? Shunga ehtiyoj bo'lganmi? Demak, o'sha bobomga ham o'sha paytida to'siq bo'lganmikan? Hayotiy, tarixiy ma'lumot sifatida aytaman. Agar Imom Buxoriy bobomiz, Buxoriy degani Buxoralik degani. Nadim al-Jisr kelgan paytida Buxorodan izlagan birinchi Buxoriy bo'lgandan so'ng Buxoroda bo'ladi-da bu insoniy qabri degan. Ikkini izlagan. Buxoroda yo'q, Samarqandning Payariq tumanining Xartang qishlog'ida ekanligini bilmasdan Buxoroda tug'ildi, Buxoroda yashadi. Qanday kelib qoldi bu yerga, Samarqandga, Xartanga? Kelib qolgani bosim bo'lgan. Albatta. Ko'chib ketishga majburlagan. Albatta. Ilmni targ'ibidagi to'siq, ilm berishdagi to'siq. Men ilmni xor qilmayman. Ya'ni men podshohni xonadoniga olib bormayman ilmni deganda. Chunki uyimga kelib o'g'larimni o'qitasan degani. Ha. Bu Imom Buxoriy bobomiz bu yerda ilmni hurmat qilyapti. Keling debdi, ilmni izlab kelsin. U keluvchi ilmni hurmat qilgan bo'ladi dedi. To'g'ri, Imom Buxoriy bobomiz borishi mumkin edi podshohning huzuriga. Lekin bola uchun ilmni hurmati bo'lmas edi. Ilmni hurmati uchun u kelib o'rgansin dedi. Podshohni xonadoniga olib bormay. Buni kim qildi? Buni ig'vogar qildi. Buni buzg'unchi qildi. Imom Buxoriy bobomizda ham shunaqa narsalar ham bo'lgan qo'llovon. Lekin Xolid ibn Ahmad bilan Imom Buxoriymiz o'rtasiga panoh qo'yganda ig'vogarlar. Va bugunchi, bugun qanday ehtiromga ega o'sha insonlar? Birinchi prezidentimiz qanchalik gullatib qo'ydi. Bugun Shavkat Miromonovich qanday dunyoga ko'rsatsak bo'ladigan sharoit yaratib qo'ydi. Qanday go'zal qilib qo'ydi. Chunki ilm va ilm beruvchining hurmati, mana qo'llashi. Bugun kimni eslayapmiz? Imom Buxoriy bobomni. Imom Buxoriy bobomning zamonida Imom Buxoriy bobomizga va uning ta'limiga to'siq bo'lganlar nomi bormi bugun? Yo'q. Yo'q bo'lib ketgan. Yo'qki hech kim bilmaydi. Chunki kim qoldi? Ilm va ilm beruvchi qoldi. Bu qo'llovlar, bu ta'limdagi sharoitlar bizga yetadi. Bu to'siq deydigan bo'lsak, kelavergan tarixda 100 yil o'tib, 200 yil o'tib, 300 yil o'tib Navoiy bobomni o'ldirishga harakat qildi-ku. Bugun butun insoniyat, butun dunyo Navoiy bobomni o'rganayotgan bir paytda zamonida Navoiy bobomni o'ldirishga, zaharlashgacha bordi-ku. To'g'ri, o'rtada bir zaharli ovqat oldiga kelmadidagi yonidagi yeganning evaziga qutulib qoldi. Surgunda bo'ldi-ku bobom. Mana ilm. Mana bugun Navoiy bobom. O'sha payt Navoiy bobomga suiqasd qilgan odam bormi? Bugun eslanadimi? Bugun u inson tilga olinadimi? Yo'q, la'natlanadi. To'g'rimi? Surgun bo'lgan-ku Navoiy bobom ham. Samarqandga surgun bo'lib kelgan. Bugun qanday inson sifatida qabul qilyapmiz Navoiy bobomni butun dunyo o'rganyapti. Bugun butun insoniyatni, ma'naviyatini, ilmini, tafakkurini ochishga xizmat qilyapti yozgan asari.
sal o'taylik yoki sal orqaroqqa nazar tashlaylik. Ulug'bek bobomga qanchalik qarshi bo'lgan? Buzib tashladik madrasasini. Qani o'sha buzg'unchilar? Buzdirdi. Qanchalik dunyoviy ilmni olib kelgan edi Ulug'bek bobom. Butun dunyoga va butun dunyoning ilmini Samarqandda gullatib yashnatishga xizmat qilayotgan bir paytda unga qarshi bo'ldi-ku. Unga o'z o'g'lini qarshi qildi-ku. Buzg'unchilar. Har zamonda, har daqiqada qayerdadir go'zallik, qayerdadir buyuklik bo'layotgan joyda shayton bor bo'ladi. U qarshi, u buzg'unchilarning barchasining manierida shayton turadi. Oqshom uxlatmaydi ularda. Ular qanday qilib shu yerda to'siq bo'lsam ekan degan qanaqa ko'rinishdagi buzg'unchilikni oqshomdan o'ylab yotadi va ig'vo qilishadi, qarshi qilishadi boshqalarning o'ziga ergashtirgizib, lekin ular deydigan darajada yo'q bo'lib ketadi. Ulug'bek bobomga bugun bobom deb qarayapmiz-ku. Sal bu yoqqa kelsak, Bobur bobomni qancha qildi? Xatni Bobur ixtiro qilgan edi. Bobur bobom borib Ulug'bek madrasasini qayta tiklayotganda ta'lim markazi u. Avvalgi madrasa o'sha bugungi kunda universitet, bugungi kundagi o'quv markaz madrasa o'sha narsani buzdirgan edi. Bobur bobom borib tiklayotgan paytida o'sha Bobur bobomni ham zamonidagi buzg'unchilar tuzdirmadi-ku. Ig'vo qildi, uyushtirdi, bir odamni o'ldirtirgizib tashladi, yulduz tunlarda yozilgan turibdi. Ulug'bek bobomga qilgan qarshiliklar Ulug'bek xazinasida Odil Yoqub yozib qo'ydi. Mana shunday qarshiliklar bo'ldi deb. Ilm taratuvchi bu qo'lida chirog'i bor bo'lgan bir odamdir deydi. Agar chirog'ini sindirsang, ya'ni ilmli insonni yo'q qilsang, chiroq sinadi va qayerda qolasan? Zulmatda qolasan deydi. Ilm chiroq yoritib turadi. Zo'r misol ekan. Ha, Ulug'bek xazinasida shunaqa deb yozib qo'yibdi. Undan so'ng Bobur bobomiz haqida yozib qo'ydi Pir Qodirov yulduz tunlarda. Birinchi Samarqandga borgandan Ulug'bek madrasasini tiklashni boshladi, remont qilishni boshladi. Tepadan bir ustani ataylabdan yiqitib tushirib yubordi, o'ldirdida. Bu albatta, bu la'natlangan binoni kimda kim tiklasa dedi, xalqqa qarata aytdi-da, buzg'unchilar. Tiklasa dedi, mana shunday o'lim kutadi deb odamlar qo'rqdi-ku xalq tuzitishga. Chunki o'sha zamonda ham ta'limga, ilmga bo'lgan qarshilik bo'lgan-ku. Yana kelaylik oldinroqqa, katta-kattalarini aytib beraylik. Qodiriy bobom, Cho'lpon bobom, Munavvar qori bobomiz, Fayzulla Xo'jayev bobolarimiz. Ilm va ilmni ko'taraman. Ilm orqali dunyoga O'zbekistonimni yoshini olib chiqaman va O'zbekistonimni ko'taraman degan insonlarni yo'q qildik. Qarang, shu yo'qotilib kelgan, yo'q qilinib kelgan. Hozir aytgan hamma misollaringizda oxiri qatl bilan, o'lim bilan tugagan. Lekin mana oradan shuncha vaqt o'tyapti. Hozir ham bor to'siq, lekin bu yog'i ochiqlik bilan. Shunday. Biz kim? Biz ta'lim odamlarimiz. Ilm tarqatuvchimiz, ilm beruvchimiz, o'qituvchimiz. Biz qo'rqmaymiz. Aytmoqchi bo'lganim, u payti himoya bo'lmaganda, qonun bo'lmagan. Albatta. Hozir demak, u paytida himoyadan ko'ra ular kuchlilik qilgan. Bugunchi? Bugun himoyamiz kuchli-ku. Nega biz unaqa to'siqlarni parvo qilishimiz kerak? Yo'q. Bugun himoyamiz kuchli. O'sha zamonda shunaqa bo'lgan. Bugun Qodiriy bobomni yig'lab esyapmiz-ku. Nega o'ldirdi? Qayta O'zbekni qon qaqshatganni O'zbek siylar deydi. Holimizni qon kuzatdi, yassaviylar deydi. Mana O'zbek edi Qodiriy bobom. O'zbekni, o'zimni O'zbek bo'lgan millatdoshim otib o'ldirib bergan. Tutib bergan-ku Cho'lpon bobomni. Bu kim bo'lgan Cho'lpon bobom? Butun insoniyatga, butun O'zbekistonlikka ta'lim berib, ilm orqali ma'naviyatini ochib, dunyoga ko'taraylik degan inson edi. Ana shunday qildik jadidlar bobolarimizni. Ko'zda yosh bilan eslaymiz-ki, Muhammad Yusuf bobom aytib qo'ydi-ki, shoir bo'lib to'n kiyganlar dedi-ki, to'g'rimi? Mana-ki. Qodiriy bobomni sotib shoir bo'lganlar, mehrobingdan chiqqan chayonlaring bor edi-ki. Shunda g'ofur bo'ladi ekan. Albatta. Yo'q, Muhammad Yusuf bobomiz mana aytib qo'yapti, Muhammad Yusuf bobomiz o'sha paytidagi kimlar qarshiligini bo'lgan, har zamonda bo'lgan. Bugun kim eslanadi? Bugun kim abadiy? Qodiriy bobom abadiydi, Cho'lpon bobom abadiydi, Usmon Nosir bobomiz abadiydi. Shuning uchun ta'limni qancha himoya qilsak, ta'lim xodimi bo'lsak va ta'limni qanchalik ko'p xalqqa targ'ib qilsak, yoshlarga bunaqa narsa bo'lmaganki, ta'limda, ya'ni o'quv markazida o'qish uchun davlat pul to'lab berishni boshlayapti. To'g'rimi? Davlatimiz subsidiya ajratdi. Nima 2+6? 2+6. Shuni bitta tushuntirib, nima o'zi? 2 oy bolani o'zi to'laydi,
6 oyini davlatimiz u qilsang bo'ldi, men pulingni beraman. Boysan, kambag'alsan, menga qizig'i yo'q. U faqat kambag'allar uchun emas yoki bu ilmlimisan, ilm olishni xohlaysanmi? Til o'rganishni xohlaysanmi? 2 oyini to'ylada o'zingdan o'qi, qolgan 6 oy mobaynida men to'lab beraman deydi-ku davlatimiz. Bu o'quv markazigami? O'quv markazlarimizga. O'quv markaziga subsidiya beriladi. Albatta, davlat to'lab beradi bolani pulini. Mana qo'llash. Bormi shunaqa narsamiz? Bugun-ku mana shu 2026-yilda turibmiz-ku. Mana boya nimani, yoshlarimizga qilib berayotgan ta'lim sharoiti bu. Nega? Boya real holatda bitta narsani hisoblaymiz dedim-ku. Agar biz bugun yoshlarga qanday ta'lim bersak, ertaga xuddi shuni o'zimizga qaytarib olamiz. Qanday ko'rinishda? Sen bilan men yoshmiz hozir, deylik. Ta'lim oluvchimiz deylik. Bizga qanchalik zo'r ta'lim, qanchalik zo'r tarbiya, qanchalik zo'r ilm berilsa, biz erta yoshimiz kattaygandan so'ng shuni qaytaramiz. Ya'ni ota-ona bugun farzandiga qanaqa tarbiya qanchalik ta'limga band qilsa va ta'lim uchun sharoit yaratib bersa, erta bir kun hayotimiz, taqdirimiz shu ta'lim bergan bolani qo'lida bo'ladi. Nega? 50 yoshdan oshdikmi, bizni taqdirimiz, bizni hayotimiz ularning qo'lida bo'ladi. Har bitta sohada o'qituvchimiz ham shular bo'ladi, doktorimiz ham shular bo'ladi. Oiladan oladigan bo'lsak, bizni oiladagi boquvchimiz ham shular bo'ladi. Agar biz ta'limni, tarbiyani bermasak, u bolalar erta biz 50 ga kirganimizda bizga nimani qaytaradi? Ta'lim bermaganimizni 2 barobar qanaqa ko'rinishda qaytishini ko'rsatadi. To'g'rimi? Oiladan olib qaraydigan bo'lsak, demak oila bu davlat, davlat bu oila. Davlatimiz ham bugun yoshlarimizga ilm olish uchun qanday sharoit yaratgan bo'lsa, ular katta bo'lishadi va bizga, biz yoshimiz katta bo'lganda, ularning qo'lida bizni hayotimiz bo'lganda xuddi shu muhitni qaytaradi. Shuning uchun biz yoshlarga ta'limni berishimiz, yoshlar uchun ta'lim olishida qanaqangi muhitlarni yaratib berishimiz asosiy narsamiz. Nimaiki eksang shuni olasan. Endi mana shuncha e'tibor berilyapti deyapsiz. Shuncha ta'limga urg'u berilyapti, sharoit yaratilyapti. Mana shuni tushunmaydigan, hali anglab yetmagan, maqsadsiz yoshlarimiz ham bor. O'zimizda ham qancha tanishlar, ukalar bor. Masalan, bir jiyandan so'radim. O'zi maqsad nima dedim. Qanaqa maqsad deysiz? O'zi maqsad bormi qanaqadir hayotda yashashda maqsad dedim. Bor dedi. Qanaqasi? Bitta jentira bo'lsa deysiz. Bitta soqqali ish bo'lsa deysiz. Muzikani qo'yib yursam deydi. Maqsadni qarang. Maqsad jentira bo'ldi. Boshqa tashvishi yo'q bo'ladi. Nuqtasi qo'yiladi shu joyda ona. Ya'ni o'ylab ko'rmagan, xayoliga ham keltirmagan, men nima qilsam, bitta jentiramiz 1000 ta jentirani pulini ishlayman degan fikr yo'q. Kelmaydi ham u menimcha unaqa fikr. Mana shunaqa, ya'ni bu tarafdan ham sharoit berilgandan keyin qabul qiluvchi ham uni to'g'ri qabul qila olish kerak-da. Endi biz quyi bug'indamiz. Qaysi quyi bug'in? Poytaxtda o'quv markazi boshlayotgan bo'lsak, endi boshladik. Lekin men qayerdan kelyapman? Qishloqdan kelyapman. Qishloqda tumanni ham qishlog'idan keyin tumanga chiqyapmiz. Qishloqda, ya'ni quyi bug'in deyiladi bu. Yuqoridan pastdan kelyapmiz. Biz har bir bug'inda yoshlarni endi motivatsiya deymiz-ku, ham motivatsiya, ham ta'lim bilan, ham unga kerakli bo'lgan ma'lum miqdordagi qurol bilan, o'quv qurollari bilan ta'minlab va uni kelajagini ko'z oldiga keltira oladigan darajada ko'rsatib bera olsak, ma'lum miqdorda o'zgaradi. Bu jarayonda ota-onaning roli qanaqa? Albatta ota-onaning roli juda muhim bu yerda. Chunki to'g'ri, bitta haqiqatimiz bor. Ko'pchilik ota-onamiz farzandni ertalab deylik ta'lim maskaniga tashlaydi-da, soat 5gacha ta'lim maskanida bo'ladi va 5 dan keyin farzandni uyga olib ketishni rejasi ko'proq. Ya'ni bu degani ro'zg'or uchun, iqtisod uchun ota-ona ish bilan band. Kuni bilan farzand bilan shug'ullana olmaydi. Ro'zg'or uchun, ya'ni iqtisod qilish uchun ish bilan band bo'ladi. Ya'ni ta'lim bilan shug'ullana olmaydi. Kechqurun deylik, ma'lum miqdorda ota-onaning vaqti borki, demak, ishda charchagan bo'lishi mumkin. Ma'lum miqdorda vaqt ajratishga o'zida kuch topish kerak. Ma'lum miqdorda tergash kerak. Farzandim, sen o'qimasang, qo'y, telefon chiqalayotgan, telefonni qo'yib bor, darsingni qil. Sharoit qilib berishga Erkinjon Turdimovning zo'r gapi bor-da. Samarqand viloyat hokimimiz edi. Biz deydi,
eng zo'r mebellarni deydi mehmonxonaga qo'yamiz deydi. Eng zo'r yoritish tizimlarini ham mehmonxonaga qilamiz deydi. Oddiy mebellar uyga. Mebel ham qilmaymizki, palasta bolamiz dars deylik. Yerda yotib, bitta ko'rpacha bitta dars qiladi deydi. Bolamizga shuni qilib. U mehmonxonaga 1 yilda 2 marta, 3 marta yoki 1 oyda 1 marta kiriladi. Shuni qulflab qo'yiladi. Ha, shu muhitda ta'lim oluvchi bolamizga qilaylik degan gapi bor. Ana shunday ota-ona shuni qilishni o'rganishimiz kerak. Biz nimaga qarab xarj qilyapmiz, nimadan tejab qolayotganimizni anglab yetishimiz kerak ota-ona sifatida. Qayergadir xarj qilib qo'yapmiz-ku hisobsiz. To'ylarga. Ha, qasr qilgan uyimiz kerak emas. Bizga qasr bola kerak. Bolaga beraylik, qasrga ketgan mablag'imizni tikaylik. Qasrga qurish uchun oqshom bilan o'ylab o'tkazgan vaqtimizni bola bilan shug'ullanishga o'tkazaylik. Erta o'sha qasr bizga, to'g'rimi? To'g'ri. Albatta, shu chunki u bizga erta kelajakda qasr qurib beradigan inson shu bo'ladi. Yoki biz qurgan qasrni yo'qqa chiqaradigan inson ham shu bo'ladi. Shu masalan ota-onalar ishlaydi deyapsiz-ku. Ba'zida eshitaman, masalan, endi ota-onalar ba'zilari o'qimagan bo'ladi, oliy ta'lim ko'rmagan bo'ladi. Shunda bolalar norozi bo'ladi ota-onasidan. Ota-onam hech narsani tushunmaydi, o'qimagan deydi. Lekin vaziyat shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Muhit bo'lmagan bo'lishi. Muhit bo'lmagan bo'lishi mumkin. Qanaqadir iqtisod, pul to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin. Lekin baribir bolasi o'qishini xohlaydi ota-ona. Mana shu narsani ko'p bolalar to'g'ri tushunmaydi, to'g'ri qabul qilmaydi, ya'ni ota-ona o'qimagan odamlar deydi. Lekin buni o'qitish uchun qancha harakat qilayotganini o'ylab ko'rmaydi. Xuddi shunday. Men juda qattiq hurmat qilaman kimni o'zi o'qimasdan bolani o'qityapman deydi. Men endi juda ko'pchilikni qabul qilaman, juda ko'pchilik bilan suhbat qilaman ota-onalar bilan. Kunlik 150 ming so'm, 100 ming so'm topish uchun Mardikor bozoriga chiqaman. Bolamni oyligini to'lashim uchun deganlarni sizga keladi hatto. Albatta keladi. Ona chiqadi ishga, ota chiqadi. Men ularni juda qattiq hurmat qilaman va kerak bo'lsa ichim irib ketadi. Xuddi shu ota-onalarimiz o'zimga o'xshagan muhitda yashamasin deb harakat qilyapti. Farzandlar, o'quvchilar bu narsani qabul qilish kerak. Buni o'z o'rniga qo'yish kerak. Shayton emasku. Shaytonni yengishni o'rganish kerak. Farzand birinchi navbatda. Ota-ona ham muhit yaratadi, to'g'ri, Mardikor ishlashga chiqib ketadi, pul topishga qiynalib o'qitayotganlar qancha. Men o'qimaganman, men bu hayotda qiynalyapman, sen yaxshi yashashing uchun o'qityapman deydi. Shaytonni yengishni o'rgatish kerak farzandlarga. Shayton oddiy ko'rinishida. Oqshom yotamiz, ertalab turayotganimizda hammada bo'ladi. Bitta ko'z ochamiz, bir uyg'onamiz. Keyin 2 minutgina ko'z yumib olay deydi. Shu bilan 2 soat o'tib ketgan. O'sha 2 minutgina ko'z yumishimiz kerakligini shayton aytadi-da. Yana 2 minutgina ko'zingni yumib ol deydi. Vaqt borki, soatga qarab, telefonga qarab 5 minut uxlasam bo'lar ekan deydi. O'sha 5 minut uxlashni shayton aytgan bo'ladi. Shu paytida, ko'z ochilgan paytida meni ota-onam mana shunday yotishim uchun muhit qilib beryaptimi, ishlayaptimi, oylik beryaptimi? Yoki shuning uchun yashayapmanmi degan savolni bersa shayton o'zidan qochadi. Bir kun kelar, 2 kun kelar, 3-kundan boshlab shayton kelmay qo'yadi, chunki o'rganib qolgan bo'ladi. Boya odam, o'quvchi turib ketadi. Intizomga o'rgatish. Albatta. Bu ma'lum miqdorda ota-onaning ham xizmati bor bu yerda. Ana ota-onaning ishtiroki. Shunday. Alisher Navoiy haqida gapirdingiz-ku. Hozir aytiladi-ku, Alisher Navoiyni yozgan asarlarini tahlil qilish qiyin hozir. O'zi o'zbek tili, ona tili, adabiyot qanday shakllangan bizda o'zi ona tili, adabiyot? Qanday noldan shakllanish qanaqa bo'lgan? Biz tilni qaysi jihatdan qaraymiz? Grammatikasinimi yoki siz bilan biz muloqot qilayotgan tilni mana shunday ko'rinishimi deylik. Ikkita qarash bor-da buni. Grammatikasi Mahmud Qashqariy bobomdan boshlangan. Mahmud Qashqariy bobom grammatikani ishlab chiqdi turk tilini, birinchi turk tilida. Va o'sha Mahmud Qashqariy bobomizni tahlillari bo'yicha bugungi kunda ham bemalol foydalanyapmiz. Fitrat bobomiz qildi. Bugungi kunda grammatikasi jihatidan qo'llanmalarimiz ko'p, nima deymiz-ku, kitoblar, ma'lumotlar, qoidalar, mashqlar. Bu grammatik jihatdan ketish. Men o'zim grammatikachi o'qituvchisiman, ona tili adabiyot fani o'qituvchisi. Biz grammatika bo'yicha.
ikkinchi tomon nima? Ikkinchi tilimiz. Biz grammatikasiga daxli yo'q. Ya'ni siz bilan biz muloqot qilayotgan o'zbek tilining kelib chiqishi yoki mana shu bugungi holati haqidagi savol menimcha sizning savoling. Til shunday narsa, ijtimoiy hodisa deydi-ku. Nimaga ijtimoiy hodisa desa juda ko'pchilik javob bera olmaydi. Darslikda birinchi bitta til bu ijtimoiy hodisadir deydi-ku. Bu ijtimoiy degani o'zgaruvchan deganida. O'suvchan, kamayuvchan, o'luvchan, tiriluvchan. Hozir tilimiz darajasi qanaqa shu? Ijtimoiy holati, mana til ijtimoiy hodisadir deyapsiz-ku. Ijtimoiy holati. Men qo'rquvdaman tilimizni ijtimoiy holati bo'yicha. Nimadan? O'lib qolishidan qo'rquvdaman. Hozir o'lyaptimi? Men shundan qo'rqaman. Ma'lum miqdorda. To'g'ri, til boyishchan. Boyish qanday boyiydi? O'zidagi bor imkoniyat, ya'ni o'zidagi bor bo'lgan so'zlarini yangi so'z sifatida yasab ko'payadi so'z. Ya'ni o'zbek tilidagi so'z miqdori oshadi va chetdan so'z olish orqali ham boyiydi. Buni Fitrat bobomiz ham aytgan, chetdan so'z olib kelish ham bu yomon emas, bu yaxshi degan. Chunki butun dunyo bilan hamnafasmiz degani. Til bitta tilda o'zi hech qachon boyib ketmaydi, boshqa tillardan ham oladi so'zni. Bu hammasida bitta narsa kerak, me'yor. Me'yordan oshmasligimiz kerak. Tilni, ya'ni o'zbek tilidagi so'zlashuvchilar sonini ko'paytirish va imkon qadar o'zbek tilida ko'proq so'zlashish bizni milliy g'ururimiz sifatida qabul qilishimiz kerak. Majburiyat. Albatta. Chunki kim birov aytgan edi, nega deydi? Mashinada qoida buzsak, shunday to'xtatadi, jarima yozadi. Tilni buzsak, buzib gapirsak yoki grammatikasini buzsak hech kim jarimaga tortmaydi degan-ku. Shunga o'xshab men tilni juda qattiq himoya qilishimiz kerak. Men qo'rquvdaman deyapman. Tilni o'lib qolishidan. Rasul Hamzatov aytgan-ku, mayli qashshoq bo'lsin, mayli behasham deydi-da, nimani? Tilni aytadi. Mayli deydi, minbarlardan yangramasa ham deydi. Ona tilim bor bo'lsa bo'ldi deydi. Avar tilini aytadi-da, xuddi shunday o'zbek tilini ham men tilshunos sifatida himoya qilishni, boyitishni xohlayman. Buni yo'llari sifatida agar qanday qilishimiz mumkin deydigan savol tug'ilsa. Shu, qanday qilishimiz mumkin? Bu juda oddiy. Juda oddiy. Mening ta'limim, mening bu o'quv markaz, maktablarimning nomi nima deb nomlangan? Aka-uka. Va o'zbekcha so'z u. O'zbekcha nom shundan foydalanadi. Hozir hamma o'quv markaz boshqa tilda. Albatta. O'zbekman men. O'zbek tilidaman. O'zbek tilini boyishini xohlayman. Navoiy bobomni bir suhbati borda, yig'ilishda Surxondaryodan Sulton Murod degan shogird va Qashqadaryodanmidi? Shular bilan va hamma turkiy til va fors tilida ijod qiluvchi shoirlarning ichida Alisher Navoiy bobom aytadi. Turk tilining go'zalliklarini, turk tilining boyligini men ochib berishni xohlayman va ana she'rlarida, asarlarda yoritib boshlayapti. Senga turkiy ma'qulmi, forsiy ma'qulmi degan, menga turkiy chiroyli va ma'qul deydi-da. Fors tili, o'zbek, ya'ni turkiy tilini bosib oladigan darajada, yo'qqa chiqarib yuboradigan bir darajada turgan payti edi. Navoiy bobom Hamsava qolgan asarlarini turkiy tilda yozib qo'ydi-da, mana turk tili deb qo'ydi. Oybekning Navoiy romanida Alisher Navoiy aytadi: "Siz bilan biz tug'ilib o'sdik. Siz bilan biz mana shunday suhbatda turibmiz, davrada turibmiz va ona sutidek kirib keladi til" deydi. Va bizni yuksaklarga olib chiqqan til uchun kurashmasak deydi, bizdan rozi bo'lmaydi til deydi-da. Shunaqa joyi bor. Shu yerda o'tirgan bir nomi ismiga kelmadi. Shahobiddin degan aytadiki, turk tili deydi bitta ko'chada yotgan sapalak toshidir deydi. Fors tili deydi, o'zi o'zbek tilida gapiryapti. O'zbek tili deydi ko'chada yotgan parcha va happak tosh deymiz-ku. Shunaqa o'ynaydigan oddiy ko'chadagi tosh deydi. Fors tili deydi, la'li badaxshon deydi. Alisher Navoiy bobomizga aytadi shu paytida. Qarang, qanchalik o'sha paytida turk tilini yerga urish va o'zi turk tilida so'zlashib turibdi. Uni nima qilyapti? Navoiy bobomiz o'sha yerda ham chiroyli gaplarni gapirib qo'ygan, Sulton Murod qo'llagan. O'zi har yilimi, har 2-3 yildan bir shunaqa narsa ko'tariladi. O'zbek tiliga rus tilini qo'shib gapirmaslik kerak. Kafe, restoranlarda rus tilidan o'zbek tilida gapirish kerak degan narsa ko'tariladi mavzu. Yana tinchib ketadi. Yana ko'tariladi, yana tinchib ketadi. O'zi rus tili ham yomon til emas, o'zi bitta til. Lekin uni o'zini alohida, o'zbek tilini alohida qo'shmasdan gapirish kerak deyiladi. Shuning uchun ham sen aytayotgan rus tilini, ingliz tilini ko'p qo'shganimizning evaziga o'rnini o'shalar egallab qo'yapti o'zbek tilini. Saqlab qolishimizni bosqichlarini sanab beraman.
birinchidan o'sha yosh avlodga, ya'ni sen bilan menga va bizdan keyingi yoshlarga o'zbek tili millat ko'zgusiligini tushuntirish kerak. Seni millating nima desa o'zbek deysan-ku, uni nima bilan isbotlaysan? O'zbekcha gapirish bilan, o'zbekcha nutqing bilan. Pasportda yozilgan o'zbek degan so'z bilan emas. Pasport ko'tarib ko'rsa, men o'zbekman demaymiz-ku. Biz o'zbek tilida so'zlashish bilan uni yoshlardan o'rgatib kelishimiz kerakligi. Ikkinchi jihati nima? Biz kreativ, ya'ni yaratuvchan xalq bo'lishimiz kerak. Ixtiro, ya'ni texnika, texnologiya rivojlangan bir davrda yoshlarimiz yarata olish kerak. Nimani yaratish kerak? Bugun dunyoga har jabhaga kirib boradigan texnikani, deylik nima? Telefon deylik. Shunga o'xshagan narsani yarata olishimiz kerak. Biz yaratsak, o'shanga yaratilgan har bitta detal deymiz-ku, har bitta jihoz, har bitta uzv, ya'ni tarkibiy qismlarini o'zbekcha nom bilan qo'yamizmi? Ana undan so'ng kuni bo'yi, ya'ni necha soat mobaynida, 24 soatdan necha soat mobaynida ishlatishimiz kerak bo'lgan narsadagi atamalar ham hammasi o'zbekcha bo'ladi. Demak, biz o'zbek tilida so'zlashishni boshlaymiz. Ma'lum miqdorda birinchi asosiy ishimiz nima? Yaratishimiz kerak. Yaratgan narsamizga o'zbekcha nom qo'yamiz va uning ichidagi unsurlarni har birini o'zbekcha ataymiz. Va biz kun mobaynida o'sha ko'p ishlatganligimiz evaziga o'sha narsamizni o'zbek tilidagi so'zlarni ko'p ishlatamiz. Albatta. Men ketdim inglizcha nom qo'yilgan bitta o'quv markaziga deb ertalab ota-onani oldida bola aytsa, qanday u? Men ketdim aka-ukalar ta'limiga ketdim desa, qanday o'zbekcha nomlatadi? Mana ketdi. Yana nima kerak? Chitdan kirib kelayotgan har bitta yangi texnikani nomini o'zbek tilida, nimasinidir-da endi ichidagi jihozi boshqa o'zbek tilida atashni boshlashimiz kerak. Tarkib bilan. Ha, chunki chitdan kirib kelyaptimi bu? Telefonni kerak bo'lsa o'zbekcha nom. Endi kirib bo'ldi bu. Endi kirmoqchi bo'lganini qilishimiz kerak. Bu kirib bo'ldi, uni endi o'zgartirib, har bitta odamga kirib Samarqandga borib, har bitta odamga aytib chiqmaymiz-ku, buni telefon nomini o'zgartirsak deylik. Endi buni telefon dema, palancha deb chiqa olmaymiz, chunki bu kirib bo'ldi. Endi kirib kelayotgan texnikaga biz imkon qadar o'zbekcha nom beraylik yoki o'zimiz texnika yaratishimiz kerak. Aytdim, bunisi birinchisi. Bu ikkinchisi. Va sanab beraman. Ha, oddiy foiz bu. Ertalab uyqudan turdik. Nima uchun qo'rqyapman men? O'zbek tilini da so'zlarni kamayib ketayotganligini qanday bilamiz? Oddiy, hamma kitob o'qish shart emas, hamma bitta narsani aytaman, o'zida sinaymiz. Ertalab turdik, uyqudan ochdik. Birinchi ishlatgan so'zimizdan boshlab oqshom uxlab qolganimizda eng oxirgi ishlatgan so'zimizga sanaymiz. Bir kun sanaymiz. Turdik, uyqudan turganimizdan boshlab nechta o'zbekcha bo'lmagan so'z ishlatamiz. Turdik, telefonni olay deymizmi? Bola telefon degan so'z ishlatdik. SMS keldimi ekan? Deymizmi? SMS keldimi ekan? SMS o'zbekcha emas, keldimi o'zbekcha. Deymizmi yo'qmi? Instagramga bitta qarab qo'yaylik. Instagram dedikmi yo'qmi? Dedik. Zaryadchik. Zaryad short. Deymizmi? Zaryadchik. Boshqa. Deyapmizmi? Mana. Endi bu bir necha minutni hisob kitobi bu. Nechta o'zbekcha so'z ishlatyapmiz? Nechta o'zbekcha bo'lmagan so'z ishlatyapmiz? Bu oddiy qarash. Endi oqshom uxlagunimizcha qancha so'zdan ishlatyapmizki? Ko'chaga chiqyapmiz. Unda qarasak hamma, men Toshkentga kelsam, o'zbekcha nom izlab qolaman reklamalarda. O'zbekcha nom izlab qolaman. O'zbekcha nom qo'ymaydi reklamalarda juda ko'pchiligiga. Demak, o'sha nomlarni ham o'zbekcha qo'ymagandan so'ng, senga telefon qilaman Xushnudbek, men Toshkentga keldim. Ustoz qaydasiz dedi. Hamdaman deyman. O'zbekcha bo'lmagan bitta nomni aytaman, ana shuni oldidaman deymanmi? Demak, men yana boshlayapman. To'g'rimi yo'qmi? Agar o'sha o'zbekcha o'tirsa, men palanchani joyidaman, masalan, aka-ukalar ta'limini yondaman. Deyman, o'zbekcha so'z bilan aytaymanmi? Mana o'zbek tilini har birimiz bo'yitishga xizmat qilamiz. Bu narsa aytgan misollaringiz aslida oson ekan. Juda oson. Oson ekan, lekin buni hamma qilmaydi. Shunday. Chunki o'zi aytish qulay bo'lib qolgan. Masalan, menga xabar kelibdi degandan ko'ra SMS kelibdi deb o'rganib qolgan, singib ketgan. Bu narsa meni fikrimcha bunaqa misollar bilan harakat qilib, hamma o'sha o'zbek tili uchun kurashish kerak bo'lsa, bu odamning ichidan qanaqadir milliy g'urur albatta shakllanadi ham. O'zbekcha prezidentimiz Shavkat Miromonovich Moskvada, qayda Sochidamidi mikrofonni berganda, qayerdadir Rossiyada o'zbekcha gapirdik. Qanchalik bir odam boshqacha bo'ladi? Ruscha gapirmadik. O'zbek tilida ravon gapirib berdi boshqa davlatda. Demak, men bu bilan chit so'zlarni qo'llamaylik demayman. Biz zamon bilan hamnafas bo'lishimiz kerak. Me'yor bilishimiz kerak. Biz
to'g'ri til o'rganish. Men bugun kechagi kunduz emas, sumkamda ko'rsa ingliz tilida kitoblar bor. Lug'atlar bor, ingliz tilida tayyorlanib yuribman, o'qib yuribman. Bu bilan men o'zimni tilimni surib qo'ymayapman-da. Me'yor bilan kelishimiz kerak, til o'rganishimiz kerak. Tilni qani men bilsam bir 5 ta tilda to'g'ri gaplashsam, xohlayman, harakat qilyapman. Men orzuyim, bu mening maqsadim. Tilimni unutgan holatda emas bu. Tilimni, o'zimni tilimni saqlab, o'zimni tilimni ma'lum miqdorda rivojlanishga xizmat qilib, boshqa tilni o'rgan. Bu chiroyli. Qilaylik shunday. Biz mana zamon rivojlanishidan orqada qolmasligimiz kerak. Va o'zimiznikini ham orqaga tashlab qo'ymasligimiz kerak. Tortishimiz kerak. Til bu robotai olamiyondir deydi avazida. Til o'tar. robotai olamiyondir deydi. Bu nima degani? Olamiyon degani olamni robotai olamiyon bog'lab turuvchidir deyapti. Butun dunyoni deyapti. Sen ham chet til o'rganyapsan? Qaysi tilni o'rganyapsan? Inglizcha. Ma'lum miqdorda ruscha ham, ikkovini ham o'qityapsan mana. Lekin o'zbek tilini birinchi menda grammatikasini boshlagansan. O'qigansan kerak. Sizda boshlaganman, ingliz tilini 5-sinfligimda boshlagan. Ha, mana. Shu bilan keyin tarixga, faniga o'tib ketganimdan keyin qolib ketgan. Lekin baribir majbur bo'ldim keyin o'rganishga. Shunday. Tilni o'rganishimiz kerak. Men shunday o'xshatish qilaman. Ingliz tili bugun jahon tili. Biz ingliz tilini bilmasak, jahon bilan bog'lana olmaymiz. To'g'rimi? Hamma narsa har jihatdan ancha-muncha oldinga ketamiz. Men juda xohlayman, davlatimiz ham chet tilni, xorijiy tillarni o'rganish uchun juda katta muhitda sharoit yaratib beryapti. Mablag' ajratyapti. Bu zo'r. Rivojlanish darajamiz agar ingliz tilini bilmasak, 1 yilda 1% ko'tarilsa, agar biz dunyo tilida turgan ingliz tilini bilish foizimiz O'zbekiston aholisida 40 million aholining ichida foiz darajamiz zo'r bo'lsa, 1 yilda 1%, 1 yilda 40, 45, 50% rivojlanish sharoitiga ega bo'lamiz. Biz chetga ketayotgan ishchimiz til bilmasdan qora mardikor bo'lib bormaymizda, kursida o'tirayotgan, zo'r oylikka ishlaydigan xodim yetkazamiz. To'g'rimi? Men til bilish tarafdoriman. U faqat o'zligingni anglaydi. Albatta, tilda bo'ladi. Birinchi o'zlikni anglash. Milliy g'urur degani o'sha o'zini himoya qilish degani, milliy g'urur degani o'zligini ko'rsatish degani. Juda bir g'alati o'xshatish qilaman-da. To'g'ri, ingliz tilini shu ko'klarga ko'tarib va o'zini ham ko'kka ko'tarish bor. Tildan, o'zbek tilidan voz kechmagan holatda. Agar voz kechgan, ya'ni qanday voz kechyapti? O'zbek tilida so'zlashmay qo'yyapti-da deyarli. Inglizcha, faqat inglizcha qilyapti. O'zbek tilida oilada, o'zbek tilini do'stlar davrasida qo'llab yurib, faqat o'zbek tilini birga olib yurish. Bu pul topyapman ingliz tilining orqasidan va boyayapman, iqtisodim zo'r bo'lyapti deb o'zbek tilini kechib qo'ymaslik kerakligini. Qo'shnimiz dadasi juda ko'p puldor, farzandiga juda ko'p pul beryapti. Boy, oilaviy muhiti ham zo'r. U qo'shnimizni boyligi, otasini bolalariga pullarni zo'r berish, sharoitlar zo'r qilishi deylik, ingliz tili deylik. Sal qaloqroq bo'lgan oilada yashayapmiz. Bu qaloqroq bo'lgan, ya'ni qaloq degan demaylik, iqtisodiy holatimiz undan sal pastroq, sustroq bo'lgan holatdagi oila deylik. Uni dadasi, uni oilasi boy deb o'zimizni dadamizni, o'zimizni oilamizdan voz kechib unikiga ko'chib o'ta olmaymiz-ku. To'g'rimi? Xuddi shunday o'zbek tilini ham shunday o'zimiznikidan qo'ymay o'zbek tilida gaplashmaylik deb boshqa tilga o'ta olmaylik. Yoki boyagi aytgan nomlarimizni ham o'zimizning tilda qo'llasak bo'ladigan jarangdor, chiroyli bo'lgan nomlar bilan atab, qandaydir nimadir tashkilot qilayotgan bo'lsak, nom qo'yib, o'zimizdan kechmagan holatda chet tilini o'rganaylik. Meni o'quv markazimda 70% o'quvchisi chet tilini o'rganishga keladi. Ingliz tilini. IELTS necha sizlarda? 8,5, bitta 8,5 o'qituvchimiz bor. 8. 9lik o'quvchingiz ham bor-a? O'quvchilarimning ichida 9lik o'quvchim bor. Shahris Muhiddinov sizlar tayyorlaganimdan keyingi yilda shuni tayyorlaganman. 2 yil menda o'qigan ona tili adabiyotdan ingliz tilini o'tmaganman. Men o'zim ham ingliz tilida o'rganayotgan paytimda shu Muhiddinov Shahrisdan o'quvchimdan ma'lumot olib turaman. Hozir men IELTS 9 oldi. Birinchi aka-ukalarda o'qigan. Yo'q, aka-ukalar emas edi-da. O'zim boshqa o'quv markazida ishlar edim. O'sha yerda tayyorlagan edim. Hali o'quv markazi ochmagan edim. O'sha paytda tayyorlagan edim. 1-yanvar kuni ertalab yangi yilda, yangi sanasi, yangi soati bilan ustoz IELTS 9 deb Telegramda tashlab berdi. Bu juda biz uchun faxr. Xursandman. 68+. IELTS 9 bo'lsa, ishtihonda ikkitasi. Bittasi Suhrob, Abdujalilov Suhrob
o'zimda o'quv markazimda ishlagan, birinchi o'quv markazi ochganimda Zuhra singlingni tayyorlagan. Ana shu Zuhra IELTS 9. Zuhra hozir ham tayyorlandi. Ha, mana demoqchi bo'lganim, ishtihonimizda IELTS 9 darajamiz yaxshi. Oldin masalan 2-3 yil oldin 8,5 9lar umuman kutilmagan natija bo'lgan. Hozir odatiy hol bo'lib qoldi. Bir kishi oldi, Begzod akani. Birinchidagilardanmi? Men shundan keyin ko'payib ketdi. ha, endi IELTS 9 ga va IELTS yuqori darajaga ko'tarishni yoniga yana nimadir qo'shish taklif qilyapman masalan. Deylik, senda hozir IELTS dan 7 bormi? Yo'q. Bo'lsa, seni ishing qanchalik zo'r rivojlanadi? Necha foizdir juda qisqa vaqtda rivojlanib ketadi. Bu faqat seni sohangdagini aytib berdim. Deylik, shifokor Medinstga kirgan, Medinstda o'qidi. IELTS dan 7 pilisi bo'lsa shuni. Qanaqa shifokor bo'ladi? Butun dunyo jahon tajribasidan bemalol foydalanadi. Albatta, butun dunyoga chiqa oladigan shifokor bo'ladi. Quruvchimiz, deylik, Samarqandda qurilish universitetini bitirayotgan talabamizni qurilish sohasi bo'yicha ham, o'zini sohasi bo'yicha ham yetuk bilimga ega bo'lib, IELTS dan 7 pilisi bo'lsin. Bu qanaqa ishlar qiladi u odam? Qanaqa muhitlarni yaratadi u yosh kadrimiz, to'g'rimi? To'g'ri. Oddiygina boshlang'ich fan o'qituvchimizda 7 pilis emas, mayli 6 pilis bo'lsin, 6 dan yuqorisi boshlang'ich fan o'qituvchisi bo'lsin, qanchalik porloq kelajak kutyapti. Bitta nuqtaga qarab ketmasdan bir ikkita uchta narsani olib ketaylik. IELTS bizda nima bor, qarang. IELTS dan 7 pilis, ya'ni 8 faqat shu narsa borda ko'pchiligimizda. Ikkinchi sohasi borlar juda kam. Qani IELTS dan 9 olgan Muhiddinov Shahrizimizda huquq, ya'ni yuristlik diplomi bo'lib tursin. Qanday xodim u? IELTS dan 9 bor, yurist. Qanday? Bitta xuddi IELTS dan 9 bor, o'shanday holatdagilarda bitta qanoti borda. Qayerga cho'chadi? Ikkinchi qanotda ham qilsak qani? Endigi yoshlardan boshlash kerak. Ana shu narsani boshlash kerak. Faqat ingliz tilini, faqat xorijiy tilni o'rganishni yoniga bitta sohani oddiygina quruvchilikni qilsin. Borib chetga chiqqan paytida o'zini haqqini talab qila oladigan bo'lsin, hech bo'lmasa. Eng oddiy payvandlash deymizga. Shuni bilayotgan odamni til bilishini bilaylik. Davlatimiz shuni xohlaydi-ki, buni hozirgi yoshlardan boshlash kerak. Hozirgi yoshlarga shu narsani ham singdirib borish kerak. Hozirgi yoshlar rivojlanishi ham yaxshi, Shunday. lekin degan joyi Boyagi jintira deganda ham bor. Maqsadsizlik, Ana shunday. dangasalik, beparvolik. Shunday. Mana shu baribir hammasi tarbiyaga borib, oiladagi muhitga taqilyapti. Shunday. Ota-onalar bizda masalan ko'p misollar bor. Men o'zimda farzandga ishonmaydi. Qo'y qila olmaysan baribir deydi. Mustaqil bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. O'shaning orqasidan bo'ldi, shu yergacha ekanda meni darajam deydi. Shunaqa tushuncha paydo bo'ladi, shu yerda qotadi. Ya'ni shu kasbni egallaysan, shu yerda o'qiysan bo'ldi. Masalan, boshqa viloyatlarga jo'natish, boshqa shaharga jo'natish qay darajada uni ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Masalan, rivojlanishiga, boshqa muhitga. Qo'rqmaslik kerak ota-ona bundan. Baribir qachondir erkin bo'ladi shu bola. Shunaqa. U 10 yoshda bo'lar, 50 yoshda bo'lar. To'g'rimi? Baribir ota-onani qaramog'idan chiqadi u. Chiqish kerak. Abadiy emas. Uni qancha ertaroq boshlasak, bo'ladigan bola boshdan ma'lum degandek. Qarang, o'sha bo'ladigan bola boshdan ma'lumligiga nimadir sabab qo'yib berish kerak-ku. Albatta. Shunda ko'rsatadi u nimadirga ma'lumligini. Eng oddiysi ota-ona o'zi biladigan sohani talab qilib tursin, hech bo'lmasa. To'g'rimi? Mayli qishloq sharoitida sen buyuk aytishniksan, sen aytishnik bo'lishing uchun mana shu narsalarni qil deydigan ota-onalarimiz miqdori kamroq. Lekin sen bekor o'tirmasdan mana bu narsani yasashni o'rganmay, chunki mana bu yerda ustaman, mashina o'xshatadigan ustaman. Hech bo'lmasa meni yonimda yurib, mana narsani o'rganishni boshla desin. Bugun shuni bilib borsin. Hunar kumalli xazina. Hunarni o'rgansin o'sha soha, o'sha paytida. Hunar deganingizga, ya'ni yoshlarda pul topish bo'yicha gaplashganimiz maqsad. Bunda qancha pul topaman degan tushuncha bor. Menda ham shunaqa bo'lgan, maktab bitirayotgan paytim. Menga buvimdan so'raganman, mana 9-sinf bitiryapman, 2016-yil. Qayerga o'qishga topshiray deganman-da. O'zimda maqsad bo'lmagan. Keyin o'qishni bilmadim-ku, o'qish yaxshi, o'qishing kerak albatta, lekin bitta hunarni ham egallab qo'y degan. Deganman. Qanday men hunar bo'laman, hunar egallaymanmi dedim.
masalan aytgan bir mashina ustalikdimi o'sha bir yaxshi hunarni o'rganib qo'yaver degan. Meni hayolimga kelmagan shu payti hozir hunarni o'rgansam, hunarni rivojlantirsam, ishchi kuchi kengayadi. Hunarni biznes darajasiga olib chiqaman. Shunda yanada ham ko'p pul topaman, rivojlantiraman, nimadir yarataman degan tushuncha bo'lmagan. Hunarda qancha pul topaman deganman. Ya'ni o'sha payti baribir kattalar ko'p narsani bilarkan, hunarni egallash kerak ekan. Hali hunarga bog'lash kerak hozir. Xohlagan sohadagi hunar. Uni bugun pul kam keladi-ku demaslik kerak. Bir kunda 100 ming so'm topamanki yoki 10 ming so'm topamanki bu hunardan qilmayman demaslik kerak. Muhimi o'rgansin. Bu nimalarga olib keladi? Birinchidan bola boshqa buzuqchilik yoki noto'g'ri ish bo'sh vaqt qilmasdan kelmayadi. albatta bu bilan band bo'ladi. Men 7-sinfimdan boshlab sartarosh bo'lganman. Sartaroshlik qilganman. Dadam shu sartarosh bo'lsin deb qo'yib qo'ygan. O'qituvchi bo'lishimni ham reja qilgan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha 7-sinf paytimdan boshlab u bekor qolmasin. Kelajakda buyuk sartarosh bo'ladi bu deb reja qilmagan bo'lishi mumkin. 8-sinf paytlarimda g'ish quyganman. Kelajakda buyuk g'ish quyuvchi, buyuk quruvchi bo'lsin o'g'lim demaganki, bekor qolmasin. Suvoqni o'zimga qildirgan devorga. Bugungi kunda ham ustachilik qila olaman, bemalol suvoq qila olaman. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ana Masalan 7-sinfligimdami, 6-sinfligimdami qo'shnimiz usta, oilaviy ustalar bo'lgan. Hozirgacha ustoz deyman. Hozirgacha menga shogird deydi. O'sha yog'och bo'yicha eshik, uylarni remont, yog'ochlik ishlari bo'yicha qo'shnimizga olib borganda sizga shu o'rgating degan. Shu 7, 8, 9 sinfgacha oldinda yurganman, ishlab yurganman. Shu darajada hurmat qilardi. Hozirgacha hurmat qiladi. Masalan, qaysidir ish yakunlandi, pul berildi, to'g'rimi? 3 kishi ishlardik. Men shogirdman bo'lmasa, faqat yuraman pastda. 3 ga bo'linardi, teng berardi menga. Masalan, 3 million bo'lsa, 1 millionni menga ham berardi. Meni hech qachon masalan shogirdsan, pul kam olasan yoki boshqa narsa demagan, teng bergan. Shu nima desam ekan, nima qilishini, nima so'rashini oldindan bilib turardim o'zi. 1-2 marta borganimda, ketma-ketligini tushunib olgandim ustachilikni. Keyin shu bilan o'qishni tanlab litseyga ketganman, maktabni bitirib. Mana yoshi katta buvam deyapsan-ki. Bir ketganda o'sha payti. Seni dadang yoki ayang bor mana u ustaga bor deganda, bugun sen agar bu sohangda emas, ustachilik sohasida ham ketsa, birdan qo'ling kelishadi qilib keta olasan. Shunaqa, hozir ham o'sha ustachilikda nima bo'lsa bemalol qilaman. Har bir yoshimizda shunday narsa bo'lsin. Kamida bir 3 ta hunari ham bor bo'lsin, ham bilimi bor bo'lsin. Shunchalik poydevorki bu yiqilib qolmaydi hech qachon. Lekin men boya aytganim, o'sha paytda hunar bilan ilmni bir-biriga bog'lay olmaganman-da men. Hunar oddiy narsa ekan, oyligi kam ekan degan tushuncha paydo bo'lgan, bo'ldi, shu yerda qotgan fikr. Lekin hunarga ilmni bog'lash, buni biznes darajasiga olib chiqish degan fikr bo'lmagan. Bugun mana ijtimoiy tarmoq faol paytida oddiygina dehqonchilik qilayotganimiz ham rivojlanib ketyapti. Pul tikilyapti. Albatta, qo'y so'yib sotayotgan. Qassob. Qanday trend deymizki, yuqori cho'qqiga chiqyapti-ku. Ana bu o'sha paytda egallangan hunarni ortidan bugungi yuksaklikka qarab kelish. Lekin baribir hamma narsa yaxshilikka, endi masalan men o'qish tanlab ketganman litseyga. O'sha yaxshi bo'lgan bir tarafdan, ya'ni men chetga chiqqanman. Masalan, ishxona tursam Kataloniyaga borganman. U yerda o'zi ota-onam bilan yashamayotganimga 10 yil bo'libdi-da, mana 2016-yil. 2016-yil maktabni bitirib litseyga ketganman. Litseyda yotoqxonada turiladi. 2 yil yotoqxonada turganman. Keyin o'qishga tayyorlanish jarayoni. Undan 1-2 yil kvartirada turganman. Mana institut. Institutni bitirdim, tugatdim. Yana ish ham bo'lyapti. 4 yil institut, mana bu yog'iga ish 1-2 yildan beri yana kvartira. Ya'ni ota-onam bilan 10 yildan beri erkinlik. O'zilgansan hech qanday. Albatta. Meni har doim eshitgan, fikrimga quloq soladi. Shu narsani to'g'ri deb o'ylayapsanmi? Ha, to'g'ri. Yaxshi ketadi deydi. Boshlang'ichdagi ota-onaning harakati bu. Boshlang'ich paytida shu boshlang'ichda senga qilingan harakatning natijasi. Agar o'sha boshlang'ich paytingda seni to'g'ri yoki noto'g'ri yo'lga ketayotgan paytingda ota-ona nazorat qilmaganda, bugun balki noto'g'ri yo'ldagi eng zo'ri bo'lib chiqarding. Shu erkinlik qo'yib bera olganda, qo'rqmagan.
nima bo'pti boshqa tumanda boshqa yashab ko'rsin, qiynalsin degan. Shundan keyin ovqat qilishmi, kiyim yuvishmi, masalan, shuni aytmoqchi bo'laman-da necha martalab ota-onalarga, qarindoshlarga jo'natish kerak farzandni. Chetga ketish kerak. Shunday. Baribir erkin bo'ladi qachondir. Shunaqa. Qachondir baribir erkin qo'yamiz. 30 yoshida ham mana buni nima qilay, dada buni nima qilay deb o'tirsa, Shunday. qanchalik uyatli-da. O'zi qaror qilishni o'rganish kerak. O'zi qaror chiqara olishdi. Bu to'g'ri, yo'q, bu noto'g'ri deya olishdi. Qancha ertaroq o'rgansa, shuncha yaxshi. Endi bir voqea bo'lgan. O'zimizda Metan tomondagi bitta maktabda katta yig'ilish bo'ldi. O'quvchilar bilan 1-sinfdan 11-sinfgacha menga so'z berdi. Xo'p, gapirdim. Savollar bering dedi. Xo'p, savollar berdim. Bir o'quvchi chiroyliroq savol berdim. Bitta o'quvchi topdi. Kistimdan 100 ming so'm chiqarib berdim. Shu yerdagi ustozlar, noto'g'ri qildingiz" dedi. Bolaga pul berib bo'lmaydi debdi. Ba'zi ota-onalarimiz borda. Shunaqa fikrlaydi. Ha, bolaga pul berib bo'lmaydi, pul bilan muomala qilmaslik kerak debdi. Shu joyda bitta aytdim-da, bugun pul olib, uni nazorat qilishni o'rgangan bola 5-sinf bo'lsin, 10-sinf bo'lsin, qizig'i yo'q. Kelajakda to'g'ri boshqara oladi. Ya'ni moliyaviy savodxonlik O'shandan shakllanishni boshlaydi. Bugun bergan pulni noto'g'ri yo'lga ishlatgan bola shu bo'yicha oxirida ham pul oladi. Demak, biz birinchidan hozirdan o'rgatib qo'rqmasligimiz kerak bolalardan. Pul bilan ta'minlashda, pulni ham me'yorda kimga berdim 100 ming so'mni? Shunchalik zo'r savol berdim, topganga berdim. U meni savolimni topish uchun qanchalar kitob o'qish kerak edi. O'sha kitoblarni o'qiganligi uchun o'sha savolimga javob topdi. Demak, men bergan pulni ham u hech qachon PlayStation deymizku, unga sarflamaydi yoki bir joyda yeyib boshqa joyda yo'q qilmaydi. U qayerdadir tayyorlanadi, qayerdadir nimanidir o'rganayotgan bo'ladi, pul sarflab o'shanga ishlatadi ular. Demak, biz bolaga har bir jihatdan faqat ota-ona sifatida emas, erkinlikni berishimiz kerak. Ertaroq o'sha narsa bilan muomala qilishni, ertaroq qaror qabul qila olishni o'rgatishimiz kerak. Qani bizda 4-sinfda paytida bolalarimiz ham iqtisodni, ham ma'naviyatni, ham o'zini o'rganayotgan ta'limini bitta tizimga olib kelib boshqarib bir insonga o'ziga mujassam qilib borsa, qani shakllantirishimiz kerak. Qo'rqmasligimiz kerak-da. Endi ota-ona sifatida ham. Endi xavotir olyapman deydi-da, ba'zida shu yomonlik ham qilib qo'yishi mumkin. Yomonlik deganda qaysi ma'noda? Shu to'sib qo'yishi mumkin-da rivojlanishda. Shunday. Biz o'zbek mentalitetimizda bor shunaqa narsa. Farzandimizni doim o'zimni oldimda bo'lib tursin, ko'z oldimda bo'lib tursin deyish bor-da. Yo'q, ma'lum miqdorda erkin qo'yishimiz kerak. O'ziga to'g'ri noto'g'riligini nazorat qilishimiz kerak. To'g'ri qabul qilyaptimi noto'g'riligini? Lekin masalan endi bu mavzudan tashqari, endi men aytdim-ku 10 yildan beri ko'chadaman deb. Ya'ni ota-onamdan uzoqda ishlayman, yashayman, o'qish, ish shu 10 yil bo'ldi, 2016-2020. Lekin baribir yakunda ota-ona bilan qolgan farzand baxtli bo'lar ekanda. Shunday. Endi 10 yil deganda salkam ana bo'ldi, menda shunaqa fikr keldi. Balki yana o'zgarib qoladi. Lekin men ota-onam bilan har kuni ko'rishishdi, gaplashishdi, birga ovqatlanishni xohlab qoldim men. Endi hozir ularni olib kelishni yoki o'zim ishimni shu yoqqa ko'chirishni harakatida planlashtirib. Ikkalasi ham bo'lsin. Lekin aytmoqchi bo'lganim, uzoqlashib ketmas ekan baribir farzand. Shunday. Bir rivojlanib, yana qaytib kelar ekan degan gap ekan. Ot aylanib hozirni topadi. Ustoz, rahmat sizga, kattakon. Senga ham rahmat. Mana shu ta'lim yo'nalishida, tarbiya yo'nalishida zo'r fikrlar berdingiz. Xudo xolasa bunga ota-onalar ko'rib, farzandlar o'zlari ko'rib, to'g'ri xulosa chiqaradi menimcha. Fikrlarni yozsin. Qarang, shu yerda bitta narsa o'tkazib ketsak, siz o'zingiz o'qib chiqsangiz, YouTube'da kommentlarni, eng yaxshi sizga yoqqan kommentga qanaqadir sovg'a bersiz. Mayli. Nima bera olasiz? Yoki o'quvchingizga ham. Endi komment yozgan odam Qoraqalpog'istondan bo'lib chiqsa-chi. Vodiy tomondan bo'lib chiqsa-chi. Muhitiga qarab, hamma narsa iqtisod deydi. Pul ber, o'zi boshqarsin. O'ziga kerak bo'lgan nimaga muhtojligini o'zi yechsin. Alisher Navoiyning shunaqa joyi borda. Ahli saxo buni saxovat demas deydi. Nimani saxovat demaydi? Muhtoj bo'lmagan odamga berilgan narsani saxovat demaydi. O'zi boy badavlat bo'lsa-yu, tun sovg'a qilsang,
to'nga muhtoj emas-ku. Sen bergan to'nni kiymaydi. O'zi qorni to'q bo'lsa deydi. Dasturxonga yozib, uni ziyofat qilsang, u saxovat bo'lmaydi deydi. Nega? To'n misolda bugungi real holatda misol qilib beraman. Alisher Navoiy bobomiz bundan 500 yil oldin yashagan to'n misolda aytib berdi. Dasturxon misolda aytib umr boqiy bu insonning gaplari. O'lmaydi. Yana 1000 yil o'tsin, o'lmaydi. Mana 500 yil o'tib o'lmadimi? Bugun 2026-yilga moslashtira olyapmizmi? To'nni bersang, yalang'och odamga ber. Sen bergan to'n kiyuvchi yalang'och emasmi? Bu saxovat emas deyapti. Yalang'och deganda muhtoj emas-ku deyapti. Real ko'rinish to'ylarda to'n kiygizdik deydi-ku. Yelkasi keng bo'lsin erkakning, kiygani to'n bo'lsin erkakning deydi-ku. To'n kiygizamiz. Ular to'nga muhtojmi deyapti. Bugungi kundagisi. U sen bergan to'ydagi to'ningni olib borib qayerga qo'yib qo'yadi, sandiqda yotibdi. Kiyadimi, yo'q kiymaydi. Unga xizmat yo'q qilmaydi. Sotib olding, to'n kiygizding. U yalang'och emas. To'n kiyuvchi. Endi yalang'ochga olib borib ber o'sha to'ningni. Kiyimi yo'q, yupun odam, kambag'al ko'p, O'zbekistonimizda ham ko'p. Bor demoqchiman. Izlasak topamiz. Bitta chopon kiyishga muhtoj bo'lgan odamlar bor. Shunday olib borib bersak, u choponni sandiqqa tashlab qo'yadimi? Yo'q, duo qilib kiyadi har kuni. Kerak bo'lsa to'yga kiyadi. Kerak bo'lsa eng yaxshi kuniga qayergadir qidirib borishda o'sha to'nni kiyadi. U har to'nni kiyganda kimni eslaydi? Bergan insonni eslaydi va u rahmatlar aytadi. Mana bu saxovat. Endi qorni to'q odamga ziyofatchi. O'zi har kuni to'yib, yeb-ichib yurgan odamni uyingga mehmon qildingdagin nozik taomlar bilan dasturxon bezading. Chiqalab yeydi u. Sho'rva misolida aytsam, go'shtni bitta o'zi salatdan biyani yeydi, shu chala qolib ketadi kosada. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Chunki qorni to'q unga muhtoj emas-ku. Qorni och bo'lib bir kosa bugungi kunda mana ro'zadan chiqib oldik-ku. Ro'zadan muhtoj bo'lgan odamni oldidagi ertalab saharlikda og'zini yopish uchun, ya'ni qorni to'ydirib olish uchun shunday xonadonlar bordir. O'zbekistonimizda balki-da endi bordir. Bir kosa ovqat emas, talqon qilib, nonni ushog'i maydalab qotganini qilib, qaynoq suv solib, ertalab og'iz yopib, kechqurun og'iz ocharga yengilgina nimadir yeb ro'za tutganlar ham bordir. Endi shularga bir kosa sho'rva go'shti bor qilsak, mana og'iz yoparingda va og'iz ocharingda mana shunaqa desak, u odam ilohim shuni 100 million bersin deb duo qiladik. Chunki uning qorni och edi, u ovqat uchun u duo qiladi. Mana bu Alisher Navoiy bobom aytgandek, bu saxovat dedi. Qorni ochmi, unga berdingmi? Bu saxovat dedi. Shuning uchun men bugun kimning qorni ochligini o'zi topolmayman, Qoraqalpog'istondan deb tursam, yoki kiyimi muhtoj bo'lgan odamga kiyim olib borib bera olmayman. Pul beraman. Necha pul berasiz? Men o'quv markazimda 320 ming so'm to'lov. Juda arzon. Ha, endi men tumandaman, men qishloqdaman. 320 ming so'm tashlab beraman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'lsa xudasizlar. Shu kameraga aytib bersangiz bitta. Nima bo'yicha eng zo'r bo'lish kerak? Shunaqa komment yozish kerak. Aha. Umumiy podkast bo'yicha, suhbatimiz bo'yicha sizga yoqish kerak, eng yoqqan. Vau, mana shu kommentdan maza qildim deyishingiz kerak. Ha, vau deganimga 320 ming so'm beraman. Bunda ta'lim bo'lsin. Berayotgan fikrida tarbiya bor bo'lsin. Milliy ma'naviyatimizga xizmat qila oladigan fikr bo'lsin. Bizni tilimiz rivojiga xizmat qila oladigan fikr bo'lsin. Qisqagina maqola deymiz-ku, shunga o'xshagan. Yozsin. Biz xursand bo'laylik. 320 ming so'm beraman. Zo'r. Kommentga o'sha umumiy podkastdan kelib chiqib fikrlaringizni yozsalaringiz, ustozning sovg'alari ham bor. Shuni. Ustoz, rahmat sizga katta. Senga ham rahmat. Fikrlar uchun juda ko'p narsa oldik. Ta'limga qo'shayotgan hissangiz uchun rahmat.